Mana ketishyapti. O'zing ham tushyapsan. Maza qilib kelinglar. Allohim nomara. Shuni olib qo'ying. Business lounge airport. Yonida hotel ham bor mabodo informatsiya uchun. O'zbekiston Airways. Qilib. Hozirgi mashina bormi, o'zimiz mashina kezadi. Bor, to'la. Yaxshi, havoga gap yo'q. How are you? Havo yaxshi ekan. Ha, havoga. Mer. Ha. How are you? You okay? Yes. Onam English. Dunyoning eng katta aeroporti. Eng serqatnov aeroport. Ha. Nechidir sekund. Dunyoning eng katta aeroporti. Jannat onajon. Alhamdulillah. Ha. Kelyapsizmi onajon? Halollikni qarang, yurtdoshlikni qarang. Katalogga qarang. Ozodaligiga 5 baho. Bitta Makka deyadi qanday. Ha. Ana zavtraki bu yarmi onam. Bu siz zavtraka, buni yarmi. Shunday holda o'z jonini judayam oliy darajada tiklamoqda shoira Hajra. Allohning izniyle bularni sababli. Doim o'zi Xudoga shukr qilganiga tabiat qo'ynida shunday sho'rsularda cho'milib, yana bir pas ijodchilarga yotib, yana xonaga chiqib namozimni o'qib, Ana dengiz. Hammalardan dorilardan qo'shib dengiz havosida yo'qsa maza qilib dam olyaptilar. Xonadan ham chiqib olib, tashqarida dengiz sohil bo'yida maza qilyaptilar. Alhamdulillah, hammasi shukr. Special qasri palace. Jannatim onajonim. 5 plus 2. mama qo'ygan. Jannat ona. Oling. Kunli choy, kunli suv. Special. Namozini o'qib, yana suvga yoniga tushib, To'lqinlarda, yo'tlada. xursand qilib, Alhamdulillah. Jannatim onajonim va otajonim ila sohilda shifo baxsh hordiq. Allohning izniyle. Shifo bo'lsin. Jannat ona. Maza bo'lyapti. Alhamdulillah. Ozgina mizg'ib oldiz otajon. Yengilgina. Bir soatcha special yengilgina anaqa bo'ldi, mizg'ish. Ha. Sohilga gapirib, bir qadam mana sohil. Birinchi liniya shundoq. Xonadan kallitash qo'ysa. Special. Alhamdulillah doim. Xonadan chiqib yana havoda dengiz suvi havosi. Shifo.